29-dekabr. Qorlar erib, bugun quyosh chiqqaniga, kecha ham chiqqan edi quyosh. Bugun 16 gradus ko'rsatgan. Soat 12:30 bo'ldi. Arilar bugun uchibdi. Matkalar lekin izolyatsiyada o'tiribdi bari. Mana shu tepa qatorda 5 ta yashaydi, 10 ta o'yla izolyatsiya qilinmagan. Qolgan hammasi izolyatorda o'tiribdi. Arilar uchibdi mana. Mana litoga yopilib qolgan ekan shamolda. Ochib qo'ydim, shuncha yerdan qiynalib kirib chiqishyapti ekan. O'zi joylashib olishdi, xudo xolasa. Tinchga ushqaydi arilar. Ancha silabi, lekin arilar o'yla ancha silabi bo'lib qolgan, lekin kirib chiqyapti, значит arilar hali bor. Ikkita kirib chiqyapti, shamollab kelishyapti. Ko'rsatmasin, hozircha arilar bor. Agar matkalarim izolyatsiyada bo'lmaganda, bilmadim, urib qo'ygan bo'lishi ham mumkin edi. Bitta ikkita boya pirga ham ko'rdim. Qayerdan kelyapti pirga bilmayman. Bitta ikkita pirga ham ko'rdim boya. Ko'rinmayapti bunda. Bunda ham yo'q hozircha. Mana shunaqa arilar 2 ram, 3 ram bo'lib qolgan. Bil kurkunedi ta'sirida ancha qiynaldi arilar. Hozircha ahvol mana shunaqa. Zimobkali joyimiz. Mana itta bahorda qirdan mayda zvezdichka deydi, uruslar o'shanaqa gulcha ochiladi. Shuning uchun har yil sherga qo'yaman. Vaqtli bahor keladi bu yerga ham. Birinchi bo'lib qirda gullaydi. Tak. Bitta ikkitasini ochib ko'rmoqchiman, xudo xolasa o'zi. Bu yil sezonimiz asal nisbatan kamroq oldim. Arilarim sog'lom-u, lekin silablashib ketdi. Hozircha mana shunaqa gaplar. Podpishchilarga salom. Anchadan beri video chiqarmagan edim. Bugun quyoshni ko'rib, ozroq bo'lsa ham video chiqaradigan bo'ldim, xudo xolasa. Hozir ko'raman, bitta ikkitasini ochib ko'raman, agar shunaqa qilsa yana syomka qilishim mumkin, xudo xolasa.